Uyg'urlarning ichinishliq taqdiri, mashaqqatlik o'tmishning guvochisi, g'ulji yo'li. Bu yo'lda ulug' ko'ch-ko'chlarning beshida bo'lgan Seyit Muhammad Qoshi, Bilal Nazim, Elahxon Sultan qatoliq buyuk zotlarning izi qolgan. Şunlaşqa g'ulji yo'li biz uchun tabarruk ham muqaddas. Shu yo'l tufayli yuzlagan, minglagan qarindoshlarimiz taqdirining qara qismatidan jon saqlab qolgan bo'lsa, ba'zida yuzlagan qarindoshlarimizning nomizi mana mushu yo'lda bemezgil tushirilgan. Bugunmi uning Olmuta Yarkent oralig'ida o'tmishning sadosi kelgandek pat-pat fojialar yuz berib turdi. Çıktın bugün seferge, tirikçilikte yan turib, kaldı ketken yolunga, ata-anang telmürib, gözleriga yaş ilip, süygünün tenha kaldı, kollarını şiltip, oğul kızın mı kaldı? Xudayimga amanet deb qadamni boshlag'in, oldindagi sirba yo'lga nazar tashlag'in. Bu yo'llar uzun yo'llar, bu yo'lda o'lim to'la, atam qachon kelur deb kutar sabiy bolalar. O'rab shirin uyqular ushbu yo'llar qo'ynida, ketdi shumulib ko'zlar, olamdan bo'ldi juda. Shum ajal ilib ketdi, dillarni vayron etdi, kuyimchan ham qadirdan azizlar o'lib ketdi. Ah jafokash musofir birni ishki etelmay, ne düşürdün tentirab texi uyga yetelmay. Dua qilib so'rayli Allohdan amanliqni, yo'lda yurgan musofir ko'rmasin yomonliqni. Dua qilib so'rayli Allohdan amonlikni, yo'lda yurgan musofir hech qachon ko'rmasin yomonlikni. Xudayimga amanet deb qadamni boshlag'in, oldindagi sirba yo'lga nazar tashlag'in. Bu yo'llar uzun yo'llar, bu yo'lda o'lim to'la, atam qachon kelur deb kutar sabiy bolalar.
dostlarım. Kançımı canla yolda tuyuksuz üzüldü. Ulan hayat dayaları cennetli bolsun. Kalan hemimiz aman dolaylı. Amin.